3 4 bo'ldi stop. Zo'r. Hop ketib hozir chiqib qo'ygan qo'lni bunga qo'yamiz. Bunga qo'yib o'tirib turamiz. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 stop. Stres chiqaveramiz. Tushamiz. Mana shuni o'tiramiz, qimillamay. Mana shu o'tirgan holatda mana qo'lni ko'tarib olamiz. Uchta. Yo'q. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bir necha kun oldin shogird olaman deb kasting e'lon qilgandim. Ko'p bolalar kelishdi. Faqat kastingning birinchi sharti umuman zalga chiqmagan bo'lish kerak deganligim uchun kelgan bolalarimizni ko'pi zalga chiqqan, boksga, kurashga, boshqa zallarga chiqqanligi uchun ularni suhbatini videoga olmadim, kontakt qilmadim, qaytarib yubordim ko'pchiliklarni. Keyin yoshlari men shartlarimga to'g'ri kelmadi. Hozir Zangamot MFA'da aytdi mehmonimiz bor. Bu bola bilan hozir suhbat o'tkazamiz. Zalga bormagan ekan, kastingimizni birinchi shartiga to'g'ri kelgani uchun suhbat kontent qilib tashlashga qaror qildim. Hozir o'zinglar bilan gaplashib o'tamiz, tomosha qilamiz. Mashina nima qilib Boshlanadi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana hozirgi aytgan shogirdimiz chempion bo'lajak, xudo xolasa. Hozir tanishtirib o'taman. Zangamot MFA'dan o'yini. Necha yoshsiz? 12 ga endi o'tasiz. Yoshingiz jicha katta ekan, lekin 1 yosh katta mayli. Bu bolaning ko'zida jangchi ruhini ko'rganim uchun o'lishga qaror qildim, lekin suhbatdan o'tsa, ozgina fizik mashqlarimiz bor, shular bajarolasizlar, xudo xolasa olamiz. İsmingizni nega to'g'ri ayting? Jamoliddinov Azli ekan, 12 yoshda. Xudo xolasa jangchi bo'lmoqchi, chempion bo'lmoqchi. Qaysi sport turiga qiziqasiz? Boks. Ya'ni-chi? Kurash. Jangchilardan kimni taniysiz? Bizda kim aktyorlardan ham jangchi ham bizda, ham faylasuf, o'zimiz bokschilardan, Jahon chempioni, Olimpiada chempionlaridan Hasanboy Do'smatov, Bahodir Jalolov, Havas Platinum, Olimpiada chempionlari hammasi chempion bo'lamiz xudo xolasa. Xo'p, bu bolada jangchi ruhi, qiziqish, boshqa sport turlariga, bitta sport turiga emas, ko'p sport turlariga, masalan, boks, kurash, hamma sport yo'nalishlariga qiziqish bor. Aynan biz o'ylagan, biz kutgan bolaga dik o'xshab turibdi, xudo xolasa. Lekin bundan hozir haqiqiy motivatsiya va sabrni sinash uchun ozgina mashqlar qildirib ko'ramiz. Xo'p, qadrdonlar, Azli ukamizni fizik formulasini sinab ko'ramiz. Qana chidamlilik, sabrqona, choqqonliklari qanaqa? Xudo xolasa kastingdan o'tsalar, shogirdlik olmoqchiman. Chunki ko'zida, o'zida, ruhiyatida jangchi nimasi bor ekan, xususiyatdan uni ko'rib oldim, bildim. Hozirgacha 7 ta bola kelgan bo'lsa, hozir bunaqa jangchi ko'zi ruhiyatida, dilida, o'zida jangchi ruhiyati bolani ko'rmaganda, bunda bor. Xudo xolasa chiqadi, harakat qilamiz, lekin sinovdan o'tsalar. Hozir где-то bir 30 metr uzoqlikka borasiz, unaroqqa borasiz. Tezlikka bitib yuguramiz. Butun hozir yurib boring. Boraylik. Yuraylik, ha. Bo'ldi, asha to'xtaymiz. Start holatiga to'g'rilab olamiz o'zimizni. 1 2 3 sanab, 3-ga start demay yuguriladi, ha. Hozir kutamiz. 1 2, faqat o'ta katta tezlikda, butun og'ir tezlikgacha. 3, ketdi, start. Давай. Stop, молодец. Bitta anjumani qilib olasizda, tezlikka. Qani, ketdi, ha. 1 2 3 4 bo'ldi, stop. Zo'r. Hop ketib hozir chiqib qo'ygan qo'lni bunga qo'yamiz. Bunga qo'yib o'tirib turamiz. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 stop. Stres chiqaveramiz. Tushamiz. Mana shuni o'tiramiz, qimillamay. Mana shu o'tirgan holatda mana qo'lni ko'tarib olamiz. 3 ta. Yo'q, o'zimiz sekin turamiz, davlat. Молодец. Bor, xudo xolasa, talant bor, qobiliyat bor. Qobiliyat 1% qolgani mehnat bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh bag'ini ota-onalar bilan, o'zlari bilan kelishib olsak, xudo xolasa trenovkani boshlaymiz degan umiddaman. Faqat bu kishiga
par olamiz. Birgalikda bokslarga ham, kurashga ham, janglarni bir-birlari bilan birgalikda ishlashlari uchun. Hozircha Xudo xolasa kastingdan o'tdi deb hisoblaymiz. Ag'ini endi bag'i inshaalloh Xudodan.